Aslida zulm ikki xil bo'ladi. Birinchi, banda o'z joniga zulm qilish, ikkinchi, o'zgalarga zulm qilish. Albatta gunohlarning eng yomoni Allohga shirk keltirish. Shuning uchun shirk katta zulm deb aytiladi. Biz diniy va dunyoviy barcha ehtiyojlarimizni yolg'iz Allohdan so'rashimiz lozim. Har qanday holatda ham yolg'iz Allohga iltijo qilishimiz kerak. Biz ovqatdan ham, suvdan ham ko'ra ko'proq hidoyatga muhtojmiz. Shuning uchun ham har kuni 5 vaqt namozimizda ihdinas sirotal mustaqim deb Allohdan hidoyat so'raymiz. Insonning gunohlari qanchalik ko'p bo'lsa ham hech qachon Allohning rahmat mag'firatidan noumid bo'lmaslik kerak. Dunyodagi ehtiyojlarimizni ham doim Allohdan so'rashimiz kerak. Rizqimiz keng bo'lishi, faqat Allohdan so'rab doim duo qilib yurishimiz kerak. Ba'zi insonlar ibodat qilayotganda go'yoki ishxonasidagi bir ishni bajarayotgandek o'zini tutadi. Insonga yetadigan baxtsizlik insonning yomon amallari sababidir. Kim dunyoda gunoh ma'siyatlar qilgan bo'lib, oxiratda yaxshilik topmasa, o'zini malomat qiladi. Lekin un kunda malomatlar, afsus nadomatlar manfaat bermaydi. الحديث التاسع 9-hadis. Alloh taolo aytadi: "Ey bandalarim, bu ulug' hadis quddusiy bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbimiz Alloh taolodan rivoyat qilganlar. Alloh taolo aytadi: Ey bandalarim, men o'zim uchun zulmni harom qilganman va sizlarga ham harom qildim. Bir-biringizga hargiz zulm qilmanglar. Ey bandalarim, barchangiz adashuvchisiz. Faqatgina men hidoyat qilgan insonlargina to'g'ri yo'lda bo'lur. Shunday ekan, mendan hidoyat so'rab duo qilinglar. Ey bandalarim, barchangiz och yalang'ochsizlar. Ya'ni barchangiz menga muhtojsiz. Yeb ichadigan ozuqangizni, kiyadigan kiyim, ya'ni barcha ehtiyojlaringizni meni o'zimdan so'rab, menga iltijo qilinglar. Ey bandalarim, sizlar erta-yu kech xato qilasizlar. Men esa barcha gunohlarni mag'firat qilaman. Mendan mag'firat so'ranglar. Men sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilaman. Ey bandalarim, sizlar hargiz menga zarar yetkiza olmaysizlar va menga biror manfaat ham keltirmaysizlar. Ya'ni sizlar ojiz, zaif banda bo'lsangizlar, men butun olamlardan behojat, barcha narsaga qodir zot bo'lsam, qanday menga zarar yetkazasizlar? Qanday qilib menga manfaat keltirasizlar? Ey bandalarim, sizlardan avvalgilar ham, keyingilar ham, inson va jinlar barchangiz eng gunohkor kimsaning qalbiga ega bo'lsangiz, bu mening mulkimni zarracha kamaytirmaydi. Ey bandalarim, sizlardan avvalgilar ham, keyingilar ham, inson va jinlar barchangiz bir tepalikka jamlanib, mendan xohlagan narsangizni so'rasangiz va men har biringizga so'ragan narsalarini bersam, mening mulkimdan biror narsa kamaymaydi. Dengizga bir ignani botirib olganda, dengiz suvi qancha kamayadi? Xuddi shunday, mening mulkim ham hech ham kamayib qolmaydi. Ey bandalarim, oxiratga olib boradigan narsangiz faqat amallaringizdir. Men amallaringizni hisoblab qo'yaman. So'ngra qiyomat kuni amallarning jazo yoki mukofotini to'liq qilib beraman. Kim yaxshilikka yetishib, ajr savoblariga ega bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Kim oxiratda yaxshilik topmasa, faqat o'zini malomat qilsin. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Juda buyuk, chuqur ma'nolarga ega ulug' hadislardandir. Bu hadisda ham Robbimiz Alloh taoloning qanchalik buyuk, ulug' zot ekani va uning qudrati cheksiz ekani xabar berilgan. Salaf solihlardan Abu Idris Xolani rahimahulloh ushbu hadisni rivoyat qilsalar, tizzalari bilan cho'kkalab qolardilar. Bu hadisni rivoyat qilgan roviylarning barchasi Shom ahlidan. Ya'ni sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin butun islom o'lkalariga tarqalib ketdilar. Va bu hadis Shom diyorida bo'lgan sahoba Shom ahliga aytib berganlar. Sahobadan eshitgan tobiinlar ham Shom ahlidan bo'lgan. So'ngra bu tobiindan eshitgan taba tobiin ham, ulardan keyingilar ham hammalari Shom ahlidan bo'lganlar. Shuning uchun Imom Ahmad rahimahulloh bu hadis Shom ahli rivoyat qilgan eng buyuk hadislardan deb aytganlar. Alloh taolo bu hadisni zulm qilish harom ekanini xabar berish bilan boshladi. Ey bandalarim, men o'zim uchun zulmni harom qilganman. Alloh taolo zulm qilishdan pok zot. Zulm hech qachon Allohdan sodir bo'lmaydi. Bu tasavvurdan yiroq narsa. Alloh taolo bir qancha oyatlarda zulm qilishdan pok ekanini
va birortasiga zulm qilmasligini xabar bergan. Robbingiz bandalarga zulm qiluvchi emas. Boshqa oyatda Alloh odamlarga hech qanday zulm qilmas. Robbingiz hech kimga zulm qilmaydi. Alloh taolo adolat qiluvchi zot ekanini va birortasiga zulm qilmasligini barcha insonlar e'tirof etadi. Hatto kofir mushriklarga ham zulm qilmaydi. Agar ular biror yaxshilik qilsalar, mazlum bechoralarga yordam bersalar, shunga o'xshash biror yaxshilik qilsalar, albatta uning mukofotini shu dunyoda oladilar. Sog'liq, mol dunyo va farzand shunga o'xshash mukofotlarni dunyoda oladilar. Lekin oxiratda ular uchun biror mukofot bo'lmaydi. Do'zax ahli ham qiyomat kuni do'zaxga kirayotganlarida ana shu jazoga loyiq bo'lganlarini e'tirof etadilar. O'zlariga hech qanday zulm qilmaganini tan oladilar. Alloh taolo ular haqida xabar berib aytgan. Ular o'z gunohlarini e'tirof etdilar. Ana endi do'zax ahli baxtsizlikka uchrasinlar. Va yana do'zax ahli aytdi: agar biz payg'ambarga itoat qilib, uning so'ziga kirganimizda yoki aqlimizni ishlatganimizda do'zax ahlidan bo'lmas edik. Bas, ular o'z gunohlarini e'tirof etdilar. Demak, do'zax ahli ana shu jazoga loyiq bo'lganlarini, Alloh ularga zulm qilmaganini e'tirof etadilar. Albatta Alloh taolo qiyomat kuni barchaga adolatli hukm qiladi. Alloh taolo shunday degan: biz qiyomat kuni uchun adolat tarozilarini qo'yurmiz. Biror bir jonga zarracha ham zulm qilinmas. Agar insonning amali hantal urug'i vaznicha bo'lsa ham o'shani keltirurmiz. Hisob kitob qilishda bizning o'zimiz yetarlimiz. Alloh taolo zulmni o'zi uchun harom qilar ekanini aytib, so'ngra bandalari o'rtasida ham zulmni harom qilganini xabar berib, sizlarga ham zulmni harom qildim. Bir-biringizga hargiz zulm qilmanglar dedi. Demak, hech kimning kim bo'lishidan qat'iy nazar birovga zulm qilishga haqqi yo'q. Aslida zulm ikki xil bo'ladi. Birinchi, banda o'z joniga zulm qilish, ikkinchi, o'zgalarga zulm qilish. Har qanday gunoh ma'siyat qilgan inson o'z joniga zulm qiluvchidir. Albatta gunohlarning eng yomoni Allohga shirk keltirish. Shuning uchun shirk katta zulm deb aytiladi. Luqmon surasida Alloh taolo shunday degan: albatta shirk eng katta zulmdir. Allohga shirk keltirgan kimsa yaratilgan maxluqni Alloh taologa tenglashtiradi. Albatta bu eng katta zulm. Chunki zulmning asl ma'nosi bir narsani o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yishdir. Mushrik kimsa ibodatni o'z o'rniga qo'ymasdan boshqa o'ringa sarflaydi. Yolg'iz Allohning o'zi loyiq bo'lgan ibodatni Allohdan o'zgalarga bag'ishlagan kimsa ibodatni o'z o'rniga qo'ymagan bo'ladi. Balki yolg'iz Allohning haqqi bo'lgan ibodatni ojiz, zaif maxluqlarga sarflaydi. Mana shuning uchun Allohga shirk keltirish, Allohga kofir bo'lish eng katta zulmdir. Demak, gunoh ma'siyatlar qiluvchi banda o'ziga o'zi zulm qiluvchidir va bu turdagi zulmning eng kattasi Allohga shirk keltirish. Zulmning ikkinchi turi inson boshqa odamlarga zulm qilishidir. Bu hadisda zulmning mana shu ikkinchi turi maqsad qilingan. Boshqa bir hadisda qiyomat kunida bo'ladigan zulmatlar zulm sabablidir. Ya'ni o'zgalarga zulm qiluvchi kimsa qiyomat kuni qattiq zulmatlar ichida qoladi. Hadisning davomida Alloh taolo bizlarga amr qilib, dinimizga taalluqli bo'lgan ikki narsani va mana shu hayoti dunyoga taalluqli bo'lgan yana ikki narsani Allohdan so'rashimiz kerakligi aytildi. Dinimizga taalluqli bo'lgan ikki narsa nima? Allohdan hidoyat va mag'firat so'rashimiz. Dunyoga taalluqli bo'lgan ikki narsa esa Allohdan taom va kiyim so'rashimiz. Alloh taolo bu hadisda bizlarga shunday bir muhim narsani ta'lim berdiki, biz diniy va dunyoviy barcha ehtiyojlarimizni yolg'iz Allohdan so'rashimiz lozim. Har qanday holatda ham yolg'iz Allohga iltijo qilishimiz kerak. Alloh taolo aytayapti: mendan hidoyat so'ranglar, mendan mag'firat so'ranglar va yana mendan taom so'ranglar, mendan kiyim so'ranglar. Go'yoki bu hadisda shunday deyilyapti: ey odam bolasi, barcha ehtiyojlaringni Robbingdan so'ra. Diniy va dunyoviy ehtiyojlaringni hammasini yolg'iz Allohdan so'rab, hamma vaqt Robbingga iltijo qil, Allohga duo qil. Boshqa hadisda aytilganidek, biror narsa so'rasang, yolg'iz Allohdan so'ra. Barcha mavjudot har doim Allohga muhtoj. Birortasi Allohdan behojat bo'la olmaydi. Yeb ichishda ham, kiyimda ham inson har bir narsada Allohga muhtoj. Shuningdek, insonlar Allohning mag'firatiga muhtoj.
Allohning hidoyatiga muhtoj. Alloh taolo aytadi. Alloh taolo aytadi. Alloh kimni hidoyat qilsa, ana o'sha hidoyat topguvchidir. Boshqa oyatda Alloh odamlar uchun rahmat eshiklarini ochib qo'ysa, uni to'sib qo'yuvchi yo'qdir. Sizlar rizq-ro'zni faqat Alloh huzuridan izlanglar va unga ibodat qilinglar. Allohga duo qilgan inson o'zining ehtiyojlariga ega bo'lishi bilan birga Alloh uchun suyukli ishni bajargan bo'ladi. Nima uchun bunday? Chunki duo qilib Allohdan so'rayotgan inson Allohni barcha narsaga qodir ekanini e'tiqod qiladi. Duolarni ijobat qiluvchi yolg'iz Alloh ekanini his qiladi. Uning so'ragan narsalarini beruvchi zot yolg'iz Alloh ekanini e'tiqod qilib, Allohni ulug'laydi. Albatta bu Alloh uchun suyuklidir. Ikkinchidan, Allohdan so'rayotgan inson o'zini Allohga muhtoj ekanini e'tirof qiladi. Xorlanib, zorlanib Allohga yolvoradi. Insonning bu holati ham Alloh uchun suyuklidir. Allohdan so'rash kerak bo'lgan narsalarning eng buyugi, eng muhimi hidoyatdir. Alloh taolo aytayapti: "Mendan hidoyat so'ranglar. Sizlarni to'g'ri yo'lga yo'llashimni so'rab, menga duo qilinglar. Albatta men sizlarni hidoyat qilaman. Sizlarni to'g'ri yo'lga muvaffaq qilaman." Bizlarning hidoyatga bo'lgan ehtiyojimiz hamma narsadan yuqoridir. Biz ovqatdan ham, suvdan ham ko'ra ko'proq hidoyatga muhtojmiz. Shuning uchun ham har kuni 5 vaqt namozimizda ihdinas sirotal mustaqim deb Allohdan hidoyat so'raymiz. Hadisning davomida Alloh taolo bizlarni istig'forga buyurdi. Istig'forning ma'nosi mag'firat so'rashdir. Astagfirulloh deb Allohdan gunohlarimizda mag'firat etishini so'raymiz. E'tibor beringlar. Hadisda aytilyapti: "Ey bandalarim, sizlar erta-yu kech xato qilasizlar. Men esa barcha gunohlarni mag'firat qilaman." Ya'ni insonning gunohlari qanchalik ko'p bo'lsa ham hech qachon Allohning rahmat mag'firatidan noumid bo'lmaslik kerak. Balki istig'for aytib Allohga tavba qilish lozim. Alloh taolo aytadi: "Ular bilmadilarmi? Albatta Alloh bandalaridan tavbani qabul qilur." Boshqa oyatda: "Albatta men tavba qilgan va iymon keltirib, solih amallar qilgan, so'ngra hidoyat yo'lini ushlagan kishilarni mag'firat qiluvchiman." Demak, inson hech qachon noumid bo'lmasligi lozim. Balki chinakam tavba qilib, sidqi dildan Allohdan mag'firat so'rash kerak. Chunki Alloh aytayapti: "Men barcha gunohlarni mag'firat qilaman." Albatta Alloh tavba qiluvchilarning barcha gunohlarini mag'firat etadi. Hadisda aytilyapti: "Hidoyat faqat Allohdan so'raladi. Alloh kimni hidoyat qilsa, bu insonni hech kim adashtira olmas." Yuqorida aytganimizdek, biz har kuni 5 vaqt namozimizda bir necha bor Allohdan hidoyat so'raymiz. Ba'zilar aytishi mumkin: "Biz o'zi hidoyatda bo'lsak, nima uchun yana qayta-qayta Allohdan hidoyat so'rayveramiz? Bizlarni hidoyat qilgin deb qayta-qayta so'rashimizning hikmati nima?" Birinchidan, sen hech qachon o'zingga ishonma. Men hidoyatga kelganman, endi adashib ketmayman deb hech ham mag'rurlanma. Chunki to'g'ri yo'lda bo'lib, keyin adashib ketganlar qancha. Ikkinchidan, Alloh taolo bizlarning hidoyatimizni ziyoda qilishini, hamma holatimizda ham to'g'ri yo'lga muvaffaq qilishini so'raymiz. Uchinchidan, Allohdan doim hidoyat so'rashdan maqsad bizlarni to'g'ri yo'lga sobit qadam qilishi, hidoyatda bardavom bo'lishimizni Allohdan so'raymiz. E'tibor beringlar, Allohdan hidoyat so'rash birgina narsa emas, balki ko'p narsalarni o'zida egallaydi. Ya'ni bizlarni mo'min musulmonlardan, tavhidga amal qiluvchi kishilardan qilgin. Bizlarni mushrik, kofirlardan qilmagin. Mulhid, ateistlarga o'xshab qolishdan bizlarni o'zing asragin. Bizlarni ahli sunnadan qilgin. Bid'at ahlining yo'liga ergashib ketishdan o'zing bizlarni saqlagin. Toat ibodatlarni to'liq ado qilishimizga o'zing bizni muvaffaq qilgin. Ibodatlarimizni zoya qiladigan, harom harijdan tiyinmaydigan kimsalarga o'xshab qolishimizdan o'zing bizni asragin. O'zingga suyukli bo'lgan qalb amallarini o'zimizda mujassam qilishimizga o'zing bizlarni muvaffaq qilgin. Chinakam ixlosga, faqat o'zingdan umid qilishga, o'zingdan qo'rqishga, o'zingga tavakkul qilishga bizlarni muvaffaq qilgin. Senga bo'lgan muhabbatimiz mukammal bo'lsin. Va yana odob axloqda ham, halol haromda ham, umuman barcha holatimizda Allohdan hidoyat so'raymiz. Demak, hidoyat eshiklari ko'p. Allohdan hidoyat so'raganimizda ana shularning hammasini maqsad qilishimiz kerak. Bundan bilamizki, inson hamma vaqt Alloh taolodan hidoyat so'rashga juda muhtojdir. Dunyodagi ehtiyojlarimizni ham doim Allohdan so'rashimiz kerak. Rizqimiz keng bo'lishi, faqat Allohdan so'rab,
doim duo qilib yurishimiz kerak. Ba'zi insonlar so'rashi mumkin. Hadisda aytilgan mendan taom so'ranglar, men sizlarni taomlantiraman degan jumlalar boylarga ham taalluqlimi? Axir ularning boyligi oziq ovqati to'lib toshib yotibdi-ku. Ular nima uchun meni taomlantir deb aytishlari kerak? Ana shunday savol bo'lishi mumkin. Biz unga aytamiz: ha, boylar ham Allohdan doim keng rizqi so'rashlari lozim. Chunki boy badavlat kishilarga Alloh taolo bu boyliklarni qanday bergan bo'lsa, ana shunday bir zumda olib qo'yishi mumkin. Qancha boy badavlat kishilar oz fursatda kambag'al bo'lib qolgan. Hozirda ham bunday ibratli holatlar juda ko'p. Shuningdek, hisobsiz boylikka ega bo'lib, kasallik sabab biror kasa ovqat yeyishga ham qiynaladigan insonlar qancha va bundan boshqa yana ko'plab sabablar bor. Shuning uchun har bir inson Alloh taolodan diniy va dunyoviy ehtiyojlarni so'rashga juda muhtoj. Yuqoridagi hadisning davomida Alloh taolo aytayapti: "Ey bandalarim, sizlar hargiz menga zarar yetkaza olmaysizlar va menga biror manfaat ham keltirmaysizlar." Ya'ni sizlar ojiz, zaif banda bo'lsangizlar, men butun olamlardan behojat, barcha narsaga qodir zot bo'lsam, qanday menga zarar yetkazasizlar? Qanday qilib menga manfaat keltirasizlar? Bu jumlalar Allohning qudrati cheksiz ekanini, Alloh taolo barchadan behojat zot ekanini bayon qilgan. Albatta barcha ishlar Allohning qo'lida. Insoniyat taqdiri Allohning xohish irodasi bilan joriy bo'ladi. Hadisning davomida: "Ey bandalarim, sizlardan avvalgilar ham, keyingilar ham, insonlar va jinlar barchangiz eng taqvodor insonning qalbiga ega bo'lsangiz ham, bu mening mulkimni zarracha ko'paytirmaydi. Barcha insonlar va jinlar ham eng taqvodor inson bo'lib qolsa ham, bundan Allohning mulki ko'payib qolmaydi. Xuddi shunday, ularning hammasi eng yomon inson bo'lsa ham, Allohning mulki ozayib qolmaydi. Chunki Allohning qudrati cheksiz, mulki behisobdir. Birortasi Allohning mulkini noqis qila olmaydi. Har bir inson mana shu buyuk ma'nolarni qalbiga jo qilishi lozim. Allohning buyukligini, butunlay behojat zot ekanini, barcha mavjudotlar Allohga doim muhtoj ekanini inson ich-ichidan doim his qilib yurishi kerak. Alloh taolo birortasiga muhtoj emasligini to'liq his qilgan inson aniq biladiki, ibodatning manfaati faqat insonning o'zi uchundir. Shunday ekan, inson qilgan toat ibodatlarni minnat qilishi butunlay o'rinsizdir. Agar inson: "Ey Robbim, senga ibodat qilganman" deb minnat qilsa, Alloh taolo aytadi: "Men sening ibodatingdan ham, seni o'zingdan ham behojat zotman. Qilgan ibodatingni manfaati faqat o'zing uchun bo'lgan" deydi. Ba'zi insonlarda ana shunday holat bo'lgan. Alloh taolo bu haqida bizlarga xabar berib shunday degan: "Ular sizning huzuringizga kelib, musulmon bo'lganlarni minnat qilurlar. Siz ularga ayting: musulmon bo'lganingizni menga minnat qilmanglar. Aksincha, Alloh sizlarni iymonga, hidoyatda qilib, sizlarga katta yaxshilik in'om qildi." Inson Allohning butunlay behojat ekanini qanchalik chuqur his qilsa, Allohga shuncha ko'p duo, iltijo qiladi. Allohga ibodat qilganda, Allohning buyruqlarini bajarganida inson o'zini past tutib, Allohga xorlanib, zorlanib ibodat qiladi. Ba'zi insonlar ibodat qilayotganda go'yoki ishxonasidagi bir ishni bajarayotgandek o'zini tutadi. Sen kimning ishini bajaryapsan? Seni bu ishingdan Alloh behojat. Ibodatim Allohning huzurida maqbul bo'lsin desang, Allohga xorlanib, zorlanib ibodat qilgin. Ana shunda ibodating qabul bo'ladi. Va buning manfaatini faqat o'zing, ahli oilang ko'radi. Ey bandalarim, sizlardan avvalgilar ham, keyingilar ham, inson va jinlar barchangiz bir tepalikka jamlanib, mendan xohlagan narsangizni so'rasangiz va men har biringizga so'ragan narsalarni bersam, mening mulkimdan biror narsa kamaymaydi. Dengizga bir ignani botirib chiqarsa, dengiz suvi qancha kamayadi? Xuddi shunday mening mulkim ham hech ham kamayib qolmaydi. Bu hadisning ma'nolari qay bir insonning qalbida chuqur o'rnashsa, albatta u inson Allohga duo qilishdan hech charchamaydi. Chunki Allohning fazli marhamati cheksiz. Alloh taolo barcha insonlar so'ragan narsalarini ularning hammasiga bersa ham, Allohning mulki hech ham kamayib qolmaydi. Xuddi dengizga ignani botirib chiqarganda dengiz suvi kamaymagani kabi. Agar kimdir aytsaki, igna ho'l bo'lib chiqsa dengiz suvi juda oz miqdorda bo'lsa ham kamayadi-ku desa, agar mabodo shuni tasavvur qilishning imkoni bo'lsa, Allohning mulki shu igna ho'l bo'lganicha ham kamaymaydi. Chunki Alloh taolo bir narsa in'om qilmoqchi bo'lsa, bo'l deb aytadi, shu zahoti paydo bo'ladi. Boshqa hadisda aytilganidek, Allohning qo'li in'om saxovatga to'la.
Doim in'om ato qilish Allohning mulkini kamaytirmaydi. Alloh bandalariga qancha ko'p bersa ham, odamlar so'ragan narsalarni behisob qilib bersa ham, Allohning mulki hech ham kamayib qolmaydi. Chunki bir narsani kamayishi, tugab qolishi qudrati cheklangan va zavolga yuz tutadigan maxluqotlarga xos. Alloh taoloning qudrati esa cheksiz. Alloh taolo abadiy, azaliy zot. Hadisning davomida Alloh taolo aytayapti: "Ey bandalarim, oxiratga olib boradigan narsangiz faqat amallaringiz. Men amallaringizni hisoblab qo'yaman. So'ngra qiyomat kuni amallarning jazo yoki mukofotini to'liq qilib beraman. Kim yaxshilikka yetishib, ajr savoblarga ega bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Kim yaxshilik topmasa, faqat o'zini malomat qilsin." Nima uchun yaxshilikka yetishgan inson Allohga hamd sano aytish kerak? Chunki inson erishgan har qanday yaxshilik Alloh tomonidan in'om qilingandir. Yomonlik esa insonning o'zini yomon amallari sabablidir. Alloh taolo aytadi: "Sizga yetgan har qanday yaxshilik Allohdandir. Sizga yetgan har qanday yomonlik esa o'zingizni qilmishingizdandir." Alloh taolo barcha narsani yaratuvchi, barcha narsani taqdir qilib qo'ygandir. Lekin insonga yetadigan baxtsizlik insonning yomon amallari sabablidir. Sizga yetgan har qanday yomonlik o'zingizni qilmishingizdir. Shunday ekan, hadisda aytilganidek, inson faqat Robbisidan umid qilsin va faqat o'zining gunohidan qo'rqsin. Biz bu dunyoda Allohning shariatiga amal qilishga buyurilganmiz. Agar biror yomonlik yuz bersa, o'zimizni malomat qilamiz va o'zimizni o'nglaymiz. Oxirat qanday bo'ladi? Hadisda aytilyapti: kim yaxshilik topsa, Allohga hamd aytsin. Kim yaxshilik topmasa, faqat o'zini malomat qilsin. Kim dunyoda gunoh ma'siyatlar qilgan bo'lib, oxiratda yaxshilik topmasa, o'zini malomat qiladi. Lekin un kunda malomatlar, afsus nadomatlar manfaat bermaydi. Go'yoki hadisda aytilyaptiki, yomon amallarga albatta afsus nadomat bo'ladi. Agar afsus nadomat foyda berishni xohlasang, shu bugun qilgan yomonliklaringga afsus qil va o'zingni o'ngla. Inson o'zini malomat qilsa va Allohga tavba qilib, o'zini o'nglasa, mana shu afsus nadomat insonga manfaat beradi. Oxiratdagi afsus nadomatlar esa manfaat bermaydi. Chunki endi kech bo'ldi.